Jadid gazetasining navbatdagi sonidan bugungi kunda jamiyatimizda dolzarb mavzuga aylangan voqealar, ko'pchiligimizni o'ylantirayotgan muammolar, ma'rifatparvar jadid bobolarimiz bosib o'tgan suronli yo'llar haqida hikoya qiluvchi qiziqarli va asosli faktlar bilan yozilgan maqolalar o'rin olgan. Demak, ularning ba'zilarini sharhlab o'tamiz. Markazlarga mixlangan ibratxonalar qachon xalq ichiga kirib boradi? Gap teatrlar haqida bormoqda. Unda muallif o'zining bu boradagi mulohazali o'ylarini bayon etadi. Ta'kidlangandek, viloyatlardagi teatr ixlosmandlari poytaxtdagi teatrlarga spektakl tomosha qilish uchun atayin bormaydi. Poytaxtga yo'li tushgandagina teatrga kirishi mumkin xolos. Shundan kelib chiqib muallif teatrlar o'zlari sahnalashtirilgan asarlarni ko'chma tarzda namoyish qilishlari zarur degan fikrni ilgari suradi. Padarkush piyesasi 1914-1916 yillarda yurtimizning 35 shahrida namoyish qilingan. O'sha davrda poytaxtdagi sanoqli teatrlardan boshqa birorta klub yoki moslama binolarda sahna asarini qo'yish uchun shart-sharoit bo'lmagan. Ammo xalqni uyg'otish, ularning ongiga ma'rifat singdirish maqsad qilgan jadidlar shunday sharoitlarda ham sahna asarlarini namoyish qilaverganlar. Sahna bezagi, dekoratsiya 2-3 o'ringa surilib, piyesa namoyishidan maqsad artistlarning jonli ovozlari, xatti-harakatlari, o'z rollarini maromiga yetkazib ijro qilishlari old o'ringa chiqarilgan va bundan ko'zlangan maqsadga ham erishilgan. Maqolada keltirilgan teatr ibratxona iborasi hozirgi kunda teatrlarning bosh shioriga aylanmog'i va barcha ijodiy jamoalar prezidentimiz ko'p ta'kidlaydigan xalq ichiga kirib borish amaliyotiga o'tishlari kerak. Aks holda tarixiy va zamonaviy mavzuda yaratilgan sahna asarlari markazlardagi muhtasham teatr sahnalaridan tashqariga chiqa olmaydi. Ko'zlangan maqsad yarim yo'lda qolib ketaveradi. Oilaviy marosimlar, ayniqsa to'ylar xalqimizning ko'p asrlik qadriyatlari, ardoqli an'analari sirasiga kiradi. Ne tonki bugun bu marosimlar ham shuhratparastlik, isrofgarchilik borasida kimo'zar bellashuviga aylanib ketdi. Miya o'zgarmaguncha boshqa o'zgarishlar negiz tutmas degan edi Abdurauf Fitrat. E'tiboringizni yana bir maqolaga qaratamiz. Me'yor unutilganda deb nomlangan mazkur maqolada ortiqcha dabdabaning oqibatlari haqidagi turli hayotiy misollar keltirilgan. Muallif bu kabi holatlar har bir ziyolini, har bir sog'lom fikrli vatandoshni o'yga toldirishini ta'kidlaydi. O'zbek xalq ertaklarida pahlavonlar 7 kecha kunduz, podshohlar esa 40 kecha kunduz to'y qilishadi. Nazarimizda barchamiz ertaklardagi pahlavonu tojdorlardek to'y qilish vasvasasidan qutula olmayotgandekmiz. Aks holda jamiyatimizda kuchayib borayotgan to'yparastlikni nima deb baholash mumkin? Bilamizki, jadidlar tarix uchun g'oyatda qisqa bo'lgan muddat, atigi 20-30 yillik davr ichida xalqning ijtimoiy ongini o'zgartirib, turkiy millatlarning jipsligi uchun xizmat qildilar. Ana shunday favqulodda hodisa tabiiyki, Xorazmni ham qamrab olgan va vohaning 7 kun namoyandalari yetishib chiqishiga asos yaratgan. Gazetaning tarix va taqdir ruknida e'lon qilingan Qardoshlikning Oydin maktabi nomli maqolada Xorazmda tashkil qilingan va faoliyat yuritgan jadid maktablari, jadid pedagoglari orasida nomlari mashhur o'qituvchilar haqida tarixiy qimmati yuqori ma'lumotlar berilgan. Materialni tayyorlagan Xorazm Ma'mun akademiyasi katta ilmiy xodimi, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Umidbek Muhammad shunday yozadi. Xorazmda jadid maktablarini ochish 1898-yildan boshlangan va 20-asr boshlariga kelib, nafaqat Xiva va Yangi Urganch, balki Gurlan, Qo'ng'irot, Xo'jayli, Toshhovuz shaharlarida ham tashkil qilingan. Bitiruvchilar orasidan Bekjon, Rahmon, Nizomiddin Oxun, Inoyat Oxun, Jumanyoz Ollaqulliyev, Ibrohim Ollaqulliyev, Qurbon Berigin, Karim Boltayev, Maryam Sultonmurodova singari ko'plab namoyandalar yetishib chiqdi. Shu kabi qiziqarli maqolalarni nashrning ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy kanallaridan onlayn o'qishingiz yoki yuklab olishingiz mumkin.